qolip tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Qolip tanlashda birinchi o'rinda uni sortiga ahamiyat berish kerak. Rim ustunlari qoliplarni birinchi, ikkinchi, uchinchi sortlari bo'ladi. Bizdagi barcha qoliplarimiz birinchi sort qalinidan bo'lib, 1 yillik kafolatga ega. Rim ustunlari qoliplari e'tibor bersangiz, bo'laklardan tashkil topgan bo'ladi. Yana bir asosiy e'tibor qiladigan jihat shundaki, qolipni komplektini yig'ishda mayda bo'laklarining ko'pligiga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Mayda bo'laklari qancha ko'p bo'lsa, bu qolipning mustahkamligini oshiradi va ustalarimiz razmer chiqarishda qiynalmasdan ko'proq razmerni chiqarishlari mumkin bo'ladi. Bizni 300 lik yumaloq qolipimiz misolida aytadigan bo'lsak, 5 qator 20 santimetrli bo'lak kiritib qo'yganmiz. Biz hozirgi kunda Xitoy davlatidagi ikkita ishlab chiqaruvchi zavod bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqani yo'lga qo'yganmiz. Diametri 30 santimetr bo'lgan yumaloq qolipimizni ikkita zavodga tegishli bo'lgan qoliplar bizda mavjud. Ikkalasi ham birinchi sort qalin, ikkalasiga ham biz 1 yil kafolat beramiz. Bizda Rim ustunlari qoliplaridan tashqari to'rtburchak, yumaloq, karniz qoliplarimiz ham mavjud bo'lib, kimgadir shunday qoliplar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlari orqali bizga bog'lanishingiz mumkin.